To'ydan keyin kuyov bola ko'cha shupurgan yaxshimi yo kelin bola fikrlang qoldirasizlar, lekin o'g'lim kelinning gapiga kirib ko'chani o'zi shupuryapti. Bu yaxshi tomoni bo'lsa kerak. Xo'p, bu ko'rib turgan xonadonimizga ustalarimiz navesni zo'rini qilib berishgan shohonali holatda xolasalaringlar, xolasalaring tunuka, xolasalaring shumkali qilib chiroyli qilib berishadi. Nech puldan 3 ta kvadrat deganlarga 600 ming so'mdan 1 kvadratda hamma yo'q ichida qilib berishgan. Siz abet qilib pulni sanasangiz bo'ldi. Garantiyalarni berishadi. 8 ga 6 profillar, ustunlar anchagina qalin bo'ladi. Baquvvat tomonlama chiroyli qilib berishgan. Kraskalari ham mo'yshi bo'ladi. Общий bet 170 kvadrat joyimizni общий 100 million so'mga chiroyli qilib tayyorlab 2 kunda o'rnatib berib ketishgan. Dollarga qancha bo'ladi deganlarga 8200 dollarga chiroyli holatda tayyorlab berilgan. Garantiyalari ham bor, havo aylanishdan ham hisobga olingan. Qishda issiqqina, yozda muzdakkina bo'lib bemalol o'tirsalar ham bo'ladi. Podvalga tushib olib muzday joy oqtarish hojati yo'q. Yozda bemalol shu yerda so'ri, tapchanlar qo'yib olib, undan tashqari to'shaklar solib o'tirsalar ham bo'ladi. Ravshan medalni misalan chiroyli qilib ustakalarimiz kvadratini xizmatlarimizda qilib berishadi.